4 haftadan so'ng. Sonji maktabi baholar ro'yxati. Qo'limga tushsang o'ldim deyaver. So'nggi gaping qanday? Yo xudoyim. Borib yuvinib olsang bo'lardi. Nima? Ay, qo'ysang-chi. Rostan ham yomon hid kelyaptimi? Qani ketla. Ay, o'ldirasan-ku, sasab o'lib qolaman deyapman. Ketla. Xayrli tong. Bo'lishi mumkin emas. Yo xudoyim, bu yana nimasi bo'ldi? Voy bu. Yo xudoyim. Xayrli tong. Rasmlarni tunda olsangiz zo'r chiqarkan. Luminariya qo'shib ko'r. Rostdan ham qo'shib ko'r. Ha, shunda zo'r bo'ladi. Lu nima? Luminariya nima ekanini bilmaysanmi? Bilmas ekanman. Yo xudo, rostdan ham chiroyli ekansan. Burningni qara, uchli bo'lib turibdi. Nima chiqib bo'libdimi? Yo xudo, qani bir ko'raychi. Tezroq baholaringni ko'r. Yo xudo, asabiylashib ketyapman. Eshitaman. Ha, Bora. Bir daqiqa. Tushunmadim. Nima deding? Ha, quvvatlagichmi? Ha, tushun. La'nati uyatsiz. Yo xudoyim. Yo xudo, qo'rqib ketdim. Bu yana nimasi bo'ldi? Yo xudo, qo'rqib yubording eshak. Yo xudo, qo'rqib ketdim. Hoy, Vantiman, nima hammani e'tiborni shunday qilib o'zingga tortmoqchimisan? Oy, Vanti, bilaman, sen tentaksan, lekin jinniliging qo'zib qolganida iltimos bizni ogohlantir. Sizlarni ogohlantirdim. Qachon ogohlantirding? Hech tushunmayman, unga nima bo'lgan o'zi? Menimcha esini yegan. Yo xudo, eshak. Yo xudo, ichingda it o'lganmi? Bu yana nimani hidi bo'ldi? Yo xudo, shoshmay turinglar. Yo xudo, ishona olmayman. Toza havo bering. Rostdan ham nimadir hid kelyaptimi? Nima yegani uchida bo'lmayapti. Hoy, nima qilyapsan? Ustimga o'zingni otma. Hoy, sen sinf sardorsan-ku, biror nima qilmaysanmi? Men nima qilishim mumkin? Axir bu odamning o'ziga bog'liq-ku. U sinf sardori bo'lgani bilan havoni boshqara olmaydi-yu, unga nima deysan? Hoy, menga qara, gapga aralashib jonimga tegding. Burningni siqmay tura olasanmi? Tura olasanmi deyapman. Yo'ldan qochinglar. Oy, nima qilyapsiz? Temanni gazli hujumidan qutulyapmiz. Yanami? Hoy, kun iha. Maktab o'quvchilari mototsiklda kelishi mumkinmi? Albatta mumkin emas. Kelyapti. Qani ketdik. Hoy, yaramaslar. To'xtanglar deyapman. Qo'limga tushsangiz o'ldim deyavering. Yo xudo, unga nima bo'lgan o'zi? Yo xudo, ularga qaranglar. Bu yana nimasi bo'ldi? Bu parig ekan. Nahotki bu ulama soch bo'lsa? Ulama soch. Uni sochlarini ko'rdinglarmi? Shamolda uchishini ko'rdinglarmi? Hoy, menga qaranglar. Hid hali ham ketmadimi? Ko'rishingiz mumkin. Va nihoyat. Yo xudoyim, charchab ketdim. Voy, buni ko'rdingmi? Havoni buzishni biladi.
Nahotki telefoningni quvvati shunchalik tez tugab qolsa. Bilmayman, men to'g'risi ko'p ishlatmadim. Voy, yana ular qaytdi. Ustozdan qutuldik, to'g'rimi? Keyin uyga qilib tushdi. O'qituvchi ularni quvlab yurmaganmidi? Soch ham tushib ketdi. Bizni maydonga bostirib kirdingiz. Voy. Nima qilyapsan? Ilha, hozir sendan kattalarni juda ham jahli chiqqan. Shuni bilasanmi? Bu qiliqlaring jonimga tegib ketdi. Yonbora. Sinfimda men eng zo'raman. Ha, albatta. Qani menga ko'rsatchi. Qayerda u? Qani nega tegyapsan? U yerga tegma. Qayerda? To'xta. Aytganchi, kecha hammasini chekib bo'lgandim. Yo, xudo, buni qara-ya. Meni kechir. Bora. Yo'q, tegish mumkin emas. Hammasini tushundim. Bo'ldi, qidirib ko'raman. Sodiq xizmatkoringizda siz uchun bir narsa bor. Juda ham minnatdorman. Ha, katta rahmat. Voy, siz la'natlar. Ay, jin ursin. O'lishni istayapsizlarmi? Aytgancha nega u hali ham kelmadi? Asabiylashma, bilasan-ku, u doim kechikib yuradi. Yo, xudo, buni kechikishi ham jonimga tegdi. Aha, ana Bora. Bora, mana quvvatlagichingni olib keldim. Hoy, men senga meni ismim bilan chaqirma degandim. Nima, meni dugonammisan? Kechirasan. Yo'qol. Nima sen gapimga? Hoy, So'l, bor keta qolgin. Bora, senga nimalar bo'lyapti? Hoy, So'l. Xayr. Jin ursin. Bunday qo'pollik qilmang. Ustoz Pak, xayrli tong. Yaxshimisiz? Qani tez ichkariga kiringlar. Ay, yo xudo. Qani hammamiz tinchlanamiz. Juda mazali ekanmi? Yo, xudoyim, qo'rqitib yubordingiz. Bolalar, diqqat. Bo'ldi, jim bo'linglar. Diqqat, bolalar. Bugun menda sizlar uchun sovg'a bor. Oho! Sentyabr oyining imtihon javoblari. Yo, xudoyim. Va yana bitta sovg'a. Baholar yaxshi bo'lsa beraman. Nima? Qanday? Ustoz Pak, lekin bu juda ham qattiqqo'llik-ku. Bunday qilish mumkin emas. Jim bo'ling, jiminglar dedim. Ism familiyangizni bittalab aytaman, oldimga kelasizlar. Va shunday qilib, bizni sinfimiz va maktabda birinchi o'rinni Yonxun oldi. Qani qarsaklar? Ikkinchi o'rin Yonsu. Qoyilman. Uchinchi o'rin Yujun. Yonshin. Yunju. Hoy, qani ko'raychi. Chansu. Juda yaxshi ishlabsan. Nara. Va oxirgi ikkinchi o'rin. Qani eng ahmoqlarni aniqlaymiz. So'nggi javoblar. Demak, o'zingizni himoya qilishni boshladingiz. Ilha, Xvirak, tez oldimga kelinglar. Qarsaklar. Nega qarsak chalasizlar? Yo, xudo. Minnatdorman. Keyingi imtihon uchun yaxshilab harakatingizni qiling. Xo'p, bo'ladi. Hoy, siz ikkingiz. Maktab binosidagi barcha o'qituvchilar diqqatiga. Hoziroq rahbariyat xonasiga yetib keling. Yana bir bor qaytaraman. Binoda bo'lgan barcha o'qituvchilar rahbariyat xonasiga hoziroq yetib keling. Bo'shsizlar. Darslarga yaxshilab tayyorlanishni unutmang. Telefonlaringizni olishingiz mumkin. Yo, xudo, bu yana qanday baho bo'ldi? Hamma kelib telefonini olib ketsin. Oy, kimchi? Nima? Rahbariyat xonasiga borib, nima bo'layotganini aniqlab kel. Rahbariyat xonasi? Menmi? Ma'zur tutasiz mana.
Hali ham shu yerdamsan? Mayli ketyapman. Nimadir bo'ldi deb o'ylaysanmi? Nimanidir sezayotganga o'xshayman. Yaxshi narsa emas. Yo xudo, shoshmay turinglar. Bu nima deganingiz? Undan tashqari erkak o'quvchilar. Pak xonim. Yo xudoyim Pak xonim. Qani sinfga qaytamiz. Chiyul. Nima? Hozir birinchi dars emasmi? Shuni ham eplay olmabdi. Bolalar. Yaqinda bo'ladigan imtihon qoldirildi. Nima? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Nima bo'libdi? Nimadir bo'lganmikin? Pak xonim, bu haqiqatmi? Ustoz, nimalar bo'lyapti? Ustoz, aytgan gapingiz aniqmi? Boshqa maktablarda ham qoldirilarkanmi? Ustoz, imtihondan keyin ketadigan odam bo'lsa-chi? Bo'lishi mumkin emas, nega qoldirilarkan? Bilmadim, men ham tushunmayapman. Qoyilman, endi imtihon topshirmaymiz. To'xtachi, faqatgina bu yil emas. Bir umrga barcha imtihonlar bekor qilingan bo'lsa-chi. Qani 5 ni tashla. Bolalar, avval oxirgacha eshitishni o'rganing. Bolalar, gapimni eshiting deyapman. Faqat mana shu imtihon qoldiriladi. Kollejga kirish imtihonlari o'z vaqtida bo'ladi. Bo'lishi mumkin emas, shunday bo'lishi mumkinmi? Men ham hech nimaga tushunmayapman. Imtihonlar nega qoldiriladi? Yo xudo, bunday bo'lishi mumkin emas. Bu haqida tezroq xabar berishim kerak. Juda shoshilinch. Shunday ekan, diqqat bilan bu yerga qarang. Harbiy vazir tez orada barcha o'quvchilarni harbiy xizmatga jalb qilish bilan shug'ullanishni boshlaydi. Ayni damda o'sha yerda turgan reportyorimizdan to'liqroq ma'lumotni olishga harakat qilamiz. Ha, men hozir shoshilinch xabarlar beriladigan konferensiya zalidaman. Bugun ministr Park Sanman bizga shoshilinch xabarni yetkazish uchun shu yerga yig'di. Ular nima haqida gapirar ekanlar? Keling, ularni tinglaymiz. 담고 있는지 들어보시죠. Men harbiy vazirman. Xonimlar va janoblar, noaniq sferalar paydo bo'lganiga ham yarim yil bo'libdi. Ayni damda ular bizga xavfsiz ekanligini aniq ayta olmaymiz. Nega televizorda aynan harbiy vazirni ko'rsatishyapti? Adashmasam shunday. Har qanday holatda ham milliy harbiy xizmat nima ekanligini unutmasligimiz kerak. Milliy harbiy xizmat? Nima deyapti? Ayni damda harbiy xizmatda bo'lgan askarlardan tashqari barcha 24 yoshga yetgan ayollar va erkaklar, 성인 남녀 전원 undan tashqari ayni damda o'rta maktabni 3-sinfda o'qiyotgan o'quvchilar ham harbiy xizmatga jalb qilinadilar. 3-bosqich? Bizmi? Tushunmadim. Bizmi? Nega aynan biz? Bizmi? Tushunmadim. 3-sinf. Lekin nega? Jim turinglar. Nima deyapti? Bizmi? Hech qanday cheklovlarsiz harbiy xizmatga jalb qilish barcha maktablarda bo'ladi. 23-yildagi kollejga qabul qilish g'oyasi hozircha butunlay bekor qilinadi. Bekor qilinadi? Yo, xudo nima deyapti? Ma'lumotlar internetda ham. Barcha kerakli harbiy qurollardan foydalanishga askarlar jalb qilinadi. O'rta maktabni 3-sinfda o'qiydigan o'quvchilar uchun harbiy xizmat bilan birga boshqa darslar ham bir vaqtning o'zida o'tiladi. Davlat rahbarlari tomonidan harbiy xizmatga jalb qilishga rozilik bergan o'quvchilarga kollejga imtihon payti qo'shimcha ball berish tasdiqlandi.